Ishdan bo'shagandan keyin xodim 30 million so'mdan ortiq ishxonasidan kompensatsiya oldi. Sababi sizni ham qiziqtiradi. Tasavvur qiling, bir shifokor bir joyda 18 yildan ortiq yil davomida ishlagan, lekin vaziyat sababli biror marta ham otpuska pul olmagan ekan. Undan keyin ishdan bo'shaganda buxgalteriya xodimi unga, ya'ni o'z vaqtida olinmagan otpuskalaringiz 18 yillik kuyib ketdi deb uni chiqarib yuborishibdi. Natijada qonun ustuvorligiga tayangan xodim fuqarolik sudiga da'vo taqdim qilib, o'sha 18 yil to'lab berilmagan otpuskani undirib berish so'ragan. Ishxonasining yuristi esa 18 yil oradan vaqt o'tdi deb rad qilish so'ragan ekan. Mana sud qarori chiqibdi. Ya'ni bunga ko'ra sud haqiqatdan ham hisob-kitoblar qilib to'lab berilmaganligini tasdiqlabdi. Natijada ishxonasidan xodim foydasiga 18 yillik otpuska pul, ya'ni 30 million so'm chiqarib beribdi. Hali ham bu summa asosiy otpuskaning puli hech qanaqangi foizlar hisoblanmagan. Agar xodim da'vo taqdim qilganda kechiktirilgan kunlar uchun foizlarni ham talab qilganda edi, bu summa bir necha 10 baravarga ham ko'p bo'lishi mumkin edi. Endi eslab qoling, agar siz ham ishdan ketayotganingizda sizga foydalanilmagan otpuska pullarini berishmasa, siz ham fuqarolik sudiga murojaat qilishingiz mumkin. Hattoki o'rindosh bo'lib ishlasangiz ham. Nima deb o'ylaysiz? Sud qarori adolatli bo'ldimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin.